Tartin nonini uy sharoitida qanday qilinadi? Bu videoda to'liq retseptni ko'rishingiz mumkin. Suv, dro'jji, unni aralashtirib apara qilib olamiz. 1 soat xona haroratida turadi. Kepakli un bilan oliy navli unni aralashtirib, muzli suv solib, nomiga xamir qorib, uni ham 1 soatga olib qo'yamiz. 1 soatdan keyin xamirimizga dro'jji, tuz, apara va yana ozgina suv solib, mikserda xamir qorib olamiz. Mikserda 5 daqiqa past tezlikda, 5 daqiqa baland tezlikda aylantirib xamir qorib olamiz. Endi xamirni oshirib olamiz. 40 minutdan so'ng videoda ko'rsatilgandek xamirni cho'zib taxlab olamiz. Bu hol umumiy 4 marta takrorlanadi. Har 40 minutda 4 marta xamirni cho'zib taxlab oldik. 40 minut kutamiz va xamirni un sepilgan stolga ag'darib tarozlarda tortib olamiz. Tartin noni uchun xamirlarni 650 grammdan tortib olamiz va shakl berishni boshlaymiz. Nonlarni o'xshab chiqishi uchun shakl berishni ham o'rni katta. Videoni diqqat bilan ko'rsangiz o'rganib olasiz. Shakl berilgan nonlarni savatga joylab olamiz. Savat ichidagi mato sintetika bo'lmasligi kerak, bo'lmasa xamir yopishib qoladi. Yasalgan tartin nonini 8 soat xolodilnikda oshirib oldik. Endi maxsus o'tkir pichoq yoki lezbiya yordamida kesib olib, duxovkaga yuboramiz. Non duxovkaga kirishi bilan kuchli bug' berishimiz kerak. Men mayda toshlardan foydalandim. Tartin nonlarni 220 gradusda 40 daqiqa pishiramiz. Siz qaysi nonni yaxshi ko'rasiz?